Toshkent shahar prezidenti assalomu alaykum. Ariza qabul qildim. Nima bo'ldi? Donald Trump tushdilar. Nima qildi? Donald Trump tushdilar deyman. Ichki ishlar vazirligining qisqa 102 raqamiga qilingan yuqoridagi murojaatga aloqador bo'lgan audioni menimcha hammamiz eshitdik va ushbu vaziyatda sizda savol vujudga kelgan bo'lishi mumkin. Bu kabi xatti-harakatlar qandaydir huquqiy oqibat keltirib chiqaradimi? Ya'ni bu kabi harakatlar uchun javobgarlik bormi degan savol sizda bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxsan murojaatlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra vatandoshlarimiz 3 xil usulda davlat tashkilot va organlariga murojaat qilishi mumkin. Ya'ni bunda yozma, og'zaki va elektron shakllar murojaat sifatida qabul qilinadi. Hamda ushbu murojaatda shaxsiy ma'lumotlar taqdim etilishi ham nazarda tutilgan. Ya'ni siz yashash manzilingiz ko'rsatilishi, ism familiyangiz ko'rsatilishi kerak. Lekin yuqoridagi audioda ko'rdikki, bu bo'yicha shu vatandoshimiz tomonidan ma'lumotlar taqdim qilinmasdan arizani qabul qilavering, siz bu yog'i bilan nima ishingiz bor degan mazmundagi fikrlar ilgari surilgan. Xo'p, endi bu kabi murojaatlar ko'rib chiqilishi kerakmi degan savol yoki bo'lmasam bu kabi harakatlar javobgarlik keltirib chiqaradimi degan joyida berishimiz kerak bo'lgan joyi, bu kabi murojaatlar hech qanday huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Ya'ni bu kabi murojaatlar uchun qandaydir javobgarlik mavjud emas. Ammo yolg'on xabar berish uchun javobgarlik bor. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237-moddasiga ko'ra, yolg'on xabar berganligi sizni 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishingizga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda siz deylik, mening avtomobilim o'g'irlab ketildi yoki nimadir o'g'irlab ketildi yoki meni uyimga o'g'ri tushdi degan mazmundagi murojaatlaringiz agar yolg'onligi tasdiqlanadigan bo'lsa, sizga nisbatan yuqoridagi Jinoyat kodeksining moddasi qo'llanishi mumkin. Ammo ko'rib chiqilishi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi doirasiga kirmaydigan murojaatlarni yo'llaganligingiz uchun qanaqadir javobgarlik nazarda tutilmagan. O'sha yuqorida aytgan qonunimiz, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra, davlat tashkilot va muassasalari O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi doirasida va O'zbekiston Respublikasi hududidagina amal qilishi ko'zda tutiladi va umumiy olganimizda bu xalqaro normalarga to'g'ri kelmaydi-ku degan mazmundagi murojaat yo'llagan taqdiringizda ham O'zbekiston Respublikasining davlat tashkilot va organlari bu kabi ya'ni xalqaro huquqiy munosabatlarda reaksiya bildirishga vakolatli davlat tashkiloti emas. Shuning uchun bunaqangi murojaatlar ko'rilmasdan qoldirilishi ham mumkin. Boyaga aytgan o'sha qonunimiz bo'yicha. Xullas shu, menimcha tushundingiz. Ya'ni bu kabi noreal murojaatlar ko'rib chiqilishi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan tartibga solinmaganligi uchun ko'rib chiqilmaydi va bu kabi murojaatlar uchun qandaydir huquqiy javobgarlik mavjud emas, lekin yolg'on axborot berganligi uchun javobgarlik mavjud. Xullas shu.